Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz yagida go'j haqida gaplashamiz. Endi hozir bu yagida go'jini yangi nomi Go'jetda.com deb nomladik. Bu asli masalan hozir ko'pchilikda savol bo'lyapti, sahrga qanaqa effekt beradi deb. Buni sahrga ichib yuradigan bo'lsangiz, sahr sizni bezovta qilmaydi. Chunki qondagi qand miqdorini kamaytirib, insulin ishlab chiqarishni yaxshilaydi deyilgan. Buni sahrga bir 10 kun ichsangiz o'sha effekti bilinib boshlaydi-da. Buni ichishdan oldin iloji bo'lsa sahrga bir qonni tekshirtirib olish kerak. Bir 10 kun ziyodroq ichib iste'mol qilgandan keyin yana ham bir tekshirtirib olish kerak qonni. Qand miqdori qanday sahrda. U uchun bu Go'jetda.com mevalarini doimiy iste'mol qilib yurish kerak deyilganda. Bu sahrda ham, qisqasi boshqa kasallarda ham shunaqada. Agar u uchun bir ikkitagina niholidan ekib olib, doimiy iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz, sizga sahr umuman bezovta qilmaydi. Chunki qondagi qand miqdori normada bo'lsa, insulin ishlab chiqarishni yaxshilasa, hammasi joyiga tushadi. Lekin salgina qand kasalida e'tiborli bo'lish kerak. Mana oq nonni iste'molini iloji boricha sal kamaytirish kerak. Ovqat yeyishni qorin to'yishidan oldin iloji bo'lsa to'ydim deb to'xtatish kerak. Keyin kechga qarama tushishdan oldin ujin qilib olish kerak. Kechqurun ko'pincha qorin och qoladi-da. Mana qishki kunlari kechasi uzoq chida, o'sha uchun qorin och qolgan taqdirda ham mana sahrga to'g'ri keladigan bir meva-chevalardan yeb iste'mol qilib qo'yish kerak. Iloji boricha kechga non yemaslik kerak. Sahrda ham, boshqa kasallikda ham. Mana insonni ichaklari toza bo'lib turgandan keyin xohlasizmi yo'qmi, sahrlar o'z-o'zidan normal keladi. Hammasi mana ichak titqalishi, tiqilib yotgan ichaklardan, qabziyatlardan kelib chiqyapti-da. Sahrlarda ham ko'plari qo'ng'iroq qilishadi. O'sha sahr haqida gaplashganda ham ko'plarda o'tda dimlanish bor, ko'plarda ish qotish bor, ko'plarda hazmda buzilishi bor. O'sha uchun ovqatlanish madaniyatiga ham salgina e'tiborli bo'lish kerak. U sahrdan ham qutulsa bo'ladi. Sahrda bedori ham qutulsa bo'ladi sahrdan. Faqat odamning o'zida bir ishonch bo'lish kerak. Men qutulaman, men tuzalaman, men kechagidan ancha yaxshiman. Nasib bo'lsa bu sahrdan albatta tuzalib ketaman degan bir yaxshi fikr, istak bo'lsa, insonning o'zini ichida, har bir insonning ichida ham o'zini bir doktori bor-da. Mana shu miya kerak bo'lsa shunaqangi bir ligravka qilib qo'yadi odam sog'ligini yaxshi tomonga. Biz masalan uni farqiga ham bormaymiz. Ovqat yeymiz, uxlaymiz, damda olamiz, ichimizdagi doktor doim ular harakatda bo'ladi. Insonda har bir organi uchun miya bosh qotiradi-da. Qorin dimlandi, nima qilish kerak? Qorinda tiqilish bo'lyapti, nima qilish kerak? Bular barini o'zi miya ligravka qiladi. Biz faqat shunga mushayt qilmasligimiz kerak. Mana aytilgandek ovqatni normada yeyish kerak, ovqatni vaqtiga yeyish kerak. Ichida ham bir yog'li, ichida ham bir mumkin bo'lmagan ovqatlardan sal odam o'zini tiyish kerak. Keyin niyatni yaxshi qilish kerak. Men tuzalaman, men tuzalishim kerak. Kechagidan ancha yaxshiman, tuzalyapman. Obязательно odam inson tuzalsa bo'ladi shunaqa holatda. Miyaga sal bo'lsa ham bir yordam bo'ladi-da bu. Tushkunlikka tushmas kerak hech qachon. Tushkunlik bu yaxshilikqa olib bormaydi. Kasalni kuchaytiradi, qilmaydi u. Tuzatmaydi tushkunlik. O'sha uchun tushkunlikka umuman tushmaslik kerak. Doim bir yaxshi niyat qilib, doim harakatda bo'lish kerak. Sahrdan obязательно qutulsa bo'ladi. Salgina e'tiborli bo'lish kerak, o'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Bu Go'jetda.com mevalarini iste'mol qilib yurganda sahrda ham ko'pincha qon quyuqlashib qoladi. Ammo doimiy iste'mol qilib yurgan odamda qonda quyuqlik sezilmaydi-da. Chunki bu immunni ko'taryapti, qonni suyultiryapti, qonni tozalayapti, qon aylanish, modda almashuvi, ichaklarni tozalayapti, qabziyatni oldini olyapti, hazmni yaxshilayapti, o't qopidagi, buyrakdagi toshlarni tushiryapti, jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalayapti. Buni iste'mol qilib yurgan odam doim bir tetik bo'lib yuradi-da, tetik tutadi o'zini doim. Mana charchoqni ko'p sezdirmaydi. Chunki inson tanasi
Molosni kislota ishlab chiqar ekanda, molosni kislota odamni dinkasini quritib charchat ekan. O'sha uchun molosni kislotani ishlab chiqishiga ko'p ishlab chiqishiga yo'l qo'ymay ekanda, o'sha tomondan ham yaxshi juda. Bu go'jatdakon mevalari kompleksni terapiya deyilgan. Masalan, siz sahar ichadigan bo'lsangiz, erta sizni davillaningiz bo'lsa, davillangiz ham normal keltiradi. Jigarni ham tozalaydi, ichaklarni ham tozalaydi, qabziyatga ham uchratmaydi. Mana shu uchun ham kompleksni terapiya deyilgan. Ko'zni nurini ham kuchaytiradi doim iste'mol qilib yurgan odamda. Ham yoshartiruvchi, ozdiruvchi, umrni uzaytiruvchi xususiyatlarga ega deyilgan. Doim nastroyeni yaxshi qilish kerak, doimiy iste'mol qilib yurish kerak. U uchun hech bo'lmasa bir ikkitagina ko'chatidan ekib olish kerak. Keyin doimiy iste'mol qilib ketaversa bo'ladi. Ikkita ko'chatni ekkandan keyin buni oilaviy iste'mol qilish kerak. Oilaviy sog'lom bo'lish kerak. Chunki sog'lom odam ham agarda bo'lsa sog'lom odam kuniga bir marta iste'mol qilish kerak degan. Amonada sal kamchiligi bor odam kuniga 2 marta ertalab ovqatlanadi, obedga ovqatlanadi, kechga iste'mol qilinmaydi. Kunduzgi iste'mol qilingan kechga uyquni yaxshilaydi. Kechqurun iste'mol qiladigan bo'lsa uyquni qochiradi deyilgan. O'sha uchun tushunmovchilar bo'lsa qo'ng'iroq qilib so'rab, doim maslahatli ko'chatni eksangiz ham maslahatlashib ketaverish kerak. Agar mevasini olib iste'mol qiladigan bo'lsangiz ham doim maslahatlashib ketaverish kerak. Chunki maslahatli ish yaxshi-da. Odam sog'ligi ham tuzalishiga ham. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar. Videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat sizlarga.